Alaykum assalom. Zo'rmisiz? Yaxshi, zo'rmi? Yaxshi, rahmat. Shogirdlarim bor ekan, shukr bo'lyapti. Qarash turibdi. O'zingiz qalay? Yaxshi, biz ham shu ertalabdan kechgacha mehmonxonada. Usta menga bundan ikkita olib berasiz. Shogird Norobi. Issiqqina. Mayli, charchamang. Sog' bo'ling. Rahmat. Bo'pti, ketdi. Hormang. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Menga ikkita non berib yubor. Non tugab qolgan-da. Nosir akam yo'qmilar? Nosir aka hozir shu yerda edilar. Ye, Obidjon, bormisiz? Assalomu alaykum Nosir aka. Assalomu alaykum, zo'rmisiz? Mana ikkita noningiz tayyor. Rahmat Nosir aka. Boringizga shukr, qo'lingiz dard ko'rmasin. Rahmat. Mana bu kelasi oyning ish haqqi. Odamni xijolat qilasizda Nosirjon. Yana 1 oy oldindan beryapsiz. Rahmat sizga. Hech qisi yo'q. Bu sizning halol peshona teringiz. Bilasiz, ayajonim issiq nonni juda ham yaxshi ko'rishadi. Sog' bo'lasiz. Ayniqsa sizni duo qilib, rosa maza qilib yeyishadi. Sog' bo'ling aka. Charchamang Obidjon, kelib turing. Bo'pti. Ustoz, bu odam o'zi kim? Nega har kuni u odam uchun ikkita non yopamiz? Muhsinboy. Bu yigit Rohil ayaning tutingan o'g'li Obidjon bo'ladi. Shaharda kattakon bir firmada ishlaydi. Biroz avval nonvaxona yo'lning ustida bo'lgan payti bu yerdan kattakon bir supermarket qurilsa, savdo zo'r bo'ladi deb buzdirishmoqchi bo'lishgandi. Shu bola sabab bu yer omon qolgan. Yaxshi inson ekan. O'zi student payti Rohil ayaning uyida ijarada turgan. Xuddi bolasida mehribonchilik qilgan. Aya tandirda yopilgan issiq nonni juda yaxshi ko'radi. Obidjon ham ishdan qaytgandan so'ng birinchi navbatda bozorlik qilib, ikkita non bilan Rohil ayani ko'rgani boradi. Bir kun Obidjondan so'radim. Bu yaxshilikning javobimi deb so'rasam, yo'q aka, bu shunchaki odamiylik deydi. Baraka topkur. Shunaqa odamiyligi bo'lgan insonlar ko'paysa, Muhsinboy.